Assalamu alaikum kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Soyba. YouTube kanalimga kitap o'qib chiqarmag'ili bek uzun bo'ldi-ya. Bugun men sizlarga Fasllar va Yoshlarimiz degan kitobning bir mazmunini o'qib beraman. Kichik do'stlar, sizlar hech o'ylab boqqanmi? Cho'ng planetlarni tez suratda aylantirayotgan kim? Әмсә, бүген ben sizlarga cho'ng planetlarni tez suratda aylantirayotgan kim degan mazmunni o'qib beraman. Cho'ng planetlarni tez suratda aylantirayotgan kimdu? Bir kishini xiyolimizga keltiraylik. U bizga tövəndəki 3 ishni qilib bersin. 1. O'zini markaz qilib tez aylansın. 2. Şunun bilan birga mahallasining atrofidami aylansın. 3. Mushu holatda toki o'lib ketguncha aram olmasdan aylansın. Bu mumkin emas deb o'tamsiz. Ammo planetlar bir vaqtda o'z o'qida aylandi va Quyoshning atrofida aylandi. Bu planetlar tasavvur qilgudek darajada ig'ir. Onun ustiga milyonlagan yillardan beri aylanıtıdı. Ular harmamdı. Buncha ig'irlikqa qaramasdan qandaqsiga buncha tez aylandı. Kichik mashinalarmi bensinsiz mag'anmaydigan tursa, cho'ng planetlarga bu kuchni ato qilayotgan kimdi?